Hammaga salom do'stlar. Bugun biz hozir pak ochishga harakat qilamiz. Bilganingizdek, Tuts keldi. Ko'rib turganingizdek, Bruno Fernandes, Haaland, Gabriel, George Best, Declan Rice, yana kim? Semenyo, Igor Thiago. Kecha payshanba kuni 10 ta ochdim-da. Declan Rice tushib qolsa bo'ladimi? Akkauntga baho berib qo'yasizlar. Declan Rice. Keyin ketidan Van Dijk tushdi, Pacho tushdi, Guehi tushdi. Hozir Van Dijkga ranka berib qo'yinglar bir dona. Brizgin bo'ldi. Skill pointini ham berib qo'ysak. Hop, biz qani statistikasini ko'raylikchi. Qanaqa ekan statistikasi? O, normal lekin. Harbi full qilinmagan, full qilinsa Rasiko bo'lib keladi, bor. Hop, bu yerda ham 3 ta o'yinchi bor. Oldidan yuqorida menga. Bagiyoniga anda Luis Figo o'xshab oldim. Safonov qaraylar. Lekin Safonov ham yomon ko'p save qildi, bor. Qoyil lekin Safonovga. Qani bitta o'yin o'ynab ko'raylikchi. Davay. Ketdik. Qani bismillah. Xetdan boshlab beramiz. Adem Bavaro. Gareth Bale bor ekan. Sap qanot himoyachi bo'lsam-chi. Degan kulardim bor. Lekin 122 Gareth Bale'da. O'yinam boshlanmoqda bor. Qani bismillah. Yo'q, 121 ekan. 120 o'rlik qilib qo'yibdi. Mana Foden bor. Foden lekin zo'r o'ynayapti. Maslahatim olinglar sizlar ham. Qani ketdi. O'yin boshlandi. Ketdi. Luis Figo. O'xshamadi-yu. Qani mana hammaga xayr do'stlar.